Ahmad, Imom Muslim rivoyati. Muhtaram birodarlar, Alloh arshini suvni ustida yaratib, undan keyin qalamni yaratgach, hali osmon va yer va boshqa mahluqotlarni yaratilishidan 50 ming yil avval bularni taqdirini yozib qo'ydi va oradan yana 50 ming yil o'tib 6 kunda osmon, yer va boshqa mahluqotlarni va 7-kuni esa odamni yaratdi. Alloh taoloni birodarlar bir-biridan go'zal bo'lgan, ism-sifatlari cheksiz bo'lgan, rahmati tengi yo'q bo'lgan qudrati va karami va marhamati bor edi. Mana shu go'zal sifatlarini Alloh zikr qilishlikni, tanitishlikni xohladi. Arshni suvni ustida yaratadi va undan keyin qalamni yaratdi. Qalamni yaratib bo'lgach esa Lavhul Mahfuzda butun koinotda sodir bo'ladigan har bitta ishni yozdirib qo'ydi va oradan 50 ming yil o'tgach butun koinot, yer, osmon va barcha mahluqotlarni yaratdi. Farishtalarni nurdan, odamni tuproqdan, jinlarni esa o'tdan yaratdi. Lavhul Mahfuzda butun koinotda sodir bo'ladigan har bitta ishni yozdirib qo'ydi va oradan 50 ming yil o'tgach butun koinot, yer, osmon va barcha mahluqotlarni yaratdi. Farishtalarni nurdan, odamni tuproqdan, jinlarni esa o'tdan yaratdi. Mahluqotlarni yaratgach esa ularga biz ularni ibodat qilishlari uchun yaratdik deya amr qildi. Bandani yaratdi, mahluqotlarni yaratdi va ularga hozirgi o'zingiz guvoh bo'lib turgan barcha ne'matlarni berdi va Alloh taolo bularni barchasiga o'zini tanitdi. Butun koinotni yaratilishidan maqsad birodarlar Allohni tanishlik, go'zal sifatlarini tanishlik va nimalarga qodir ekanligini bilishlik bo'ladi. Alloh taolo Odam alayhissalomni yaratgach inson bolasiga yer yuzini obod qiling deya vazifani yuklagan.